Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Xudo xolasa boshlagan bektimizda bazalt jarayonlari ketib bormoqda. Jadal rivojlanib ketyapti. Shogird bir kishi teshib ketadi bazaltni. Har bitta butuniga kelganda 5 tadan chupib ko'rasizlar. Xudo xolasa mustahkam, baquvvat bo'ladi. Xo'p, cho'pigi qanaqa bo'ladi deganlar uchun ko'rsataman. Bismillah. Mana chupigi xuddi mana shunaqa bo'ladi. Har bitta bazalitga bittadan urib ketsalaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Cho'pigini urgandan keyin kafilkali tortishdan setkasi bor, o'zini metrovoy. Setkasini tashab, yuqori setkaga sig'dirib kafilkali tortib olinadi. Undan keyin pravilaga tekislanadi. Xudo xolasa, undan keyin cho'tki bo'lib chiqadi. Pravilaga tekis bo'lgandan keyin shpatilda keyin silliqlashga betini yana bir sloy tortib chiqiladi. Общий jami bo'lib 3 sloy bo'ladi. Shunda ishimiz idealniy chiqadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqasizlar. O'rganuvchilar bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga like bosib, podpiska bosib qo'ysalaring, videolarni qo'yib boramiz. Pravilaga tekislash jarayonlarini ham hammasini qo'yib boramiz. Xudo xolasa idealniy cho'tki chiqadi. Bu obyektimiz Namangandagi obyektimizda bazalt jarayonlar ketyapti. Xudo xolasa. Mana shogirdlar hop bekatchi, ayyor. Qichityapti deydi, qichitadi lekin bu narsa. Romlar qo'yilishidan qisman bo'laveradi. Misol uchun 2 kishi qatirib ketsa, bazaltni yopishtirib, 2 kishi pravilaga tekislab ketsa ham bo'ladi. Mana bu yoqda 2 kishi bazaltni pravilaga tekislab chiqishyapti. Xudo xolasa zo'r bo'ladi, chiroyli chiqadi. Traversni ham o'zimiz qilamiz. Qo'llarni yopishtirish jarayonlarini hammasini qo'yib boramiz. Kanalimizga yo'qotib qo'ymaslik uchun like, podpiska bosib qo'yishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ysangiz, yangi qo'ygan videolarimizdan xabardor bo'lasiz.